Aziz do'stlar, mana hozir sizlarga ikkita radar detektor gigantlar jangi deymiz. Anchadan beri gigantlar jangini so'ragansizlar. Mana sizlarga hozir test qilmoqchiman lochin ko'z radariga qarshi. Hozir sekinlashamiz ozgina. 400 metr bor lochingacha. Voy dot. Qaranglar 400 metrdan lochin dotdi. Doppler Pro Wi-Fi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun ajoyib bir video olamiz. Qo'limda ikkita ajoyib radar detektori turibdi. Ikkalasi ham Yujniy Koreyaniki, ya'ni Janubiy Koreyaniki. O'ng qo'limda mana Neoline 8800S Wi-Fi Black versiyasi. Ko'p odam so'ragan. Sizlarga mana buni ko'pchilik bilsa kerak. Bu mana novinka Silverstone F1 kompaniyasidan Doppler Pro Wi-Fi radar detektori. Demak, ikkita radar detektori ham o'ziga yarasha kuchli, o'zini vazni bor. Ikkita kompaniya ham ochiqini aytsak, kuchli kompaniyalar. Xo'p, endi buni ikkalasini juda ham ko'p odam so'ragan. Jang qiling, gigantlar jangini ko'ramiz. Avvallar gigantlar jangi deb videolar qilardim, sarlavha shunaqa edi. Bu safar ham test qilishda hozir nima deb aytsam sizga? Test qilib sizga ko'rsatib bera olaman. Lekin ba'zi bir shaxslar, ba'zi bir endi inson demoqchi emasman, shaxslardi. Ular tushunmasligi mumkin. Ular o'zini pozitsiyasidan fikrlab turib, Neoline'ni atilabdan yomon ko'rsatyapti degan fikrlar kelishi mumkin. Shuning uchun men taklif qilgan bo'lardim, aynan Neoline'ni tushunadigan, o'zi mutaxassis deydimi, shuni bir yaxshiroq razbiratsiya qiladigan, tushunadigan inson bilan birgalikda kelsin, hamkorlikda test qilib ko'rsatib beramiz. Albatta, primoy efirni ham yoqib qo'ygan holda bo'lishi mumkin. Biz guvohlar ishtirokida test qilamiz va siz azizlarga ko'rsatamiz. Men qilgan testimga ishonmasligingizni sababi, qilgan paytimda ba'zi insonlar kommentariy yozgandan bilaman, o'zimga lichkamga yozishgandan bilaman. Ishonishmasdan noto'g'ri qildingiz test deb gapirishgan paytlari ham bo'lgan. Shuning uchun men xohlardim Neoline'ning mutaxassisi kelsa, birgalikda test qilishimiz mumkin. Faqat bir narsa aytaman, agar yomon chiqsa, Neoline yaxshi ishlamay qolsa, xafa bo'lish yo'q. Borini ko'rsatamiz. Biz faqat bitta radarga emas, umumiy radarlarga yuramiz. Mana shu O'zbekistondagi bor radarlarga, eng ko'p tarqalgan radarlarga imkon qadar test qilishga harakat qilamiz. Shuni ham esdan chiqarmang. Keyin uni o'chir, montaj qil degan narsalar o'tmaydi. Endi bu parametrlar haqida to'xtalib o'taman. Hozir bitta test ko'rasizlar. Bitta yo ikkita radarga test qilaman. Qolganlarga qilmayman. Sababi qolganlarini o'sha Neoline представители yoki o'sha tushunadigan insonni kelsin, birgalikda test qilib ko'rsatib beramiz. Agar hozir aytgan, boya yuqorida aytganimdek, agar boshqalarga ham test qilsam, menga ishonmay boshqacha negativ fikrlashlar bo'lishi mumkin. Neoline muxlislari ko'p bo'lishi mumkin. Ularni xafa qilmoqchi emasman. Mana videoni hozir ko'rasiz. Videoda qanaqa ishlaganini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring. Aynan radarga deteksiyasini birgalikda ko'ramiz. Va undan keyin ozgina yana radar detektor haqida to'xtalib o'taman. Ketdik. Aziz do'stlar, mana hozir sizlarga ikkita radar detektor gigantlar jangi deymiz. Anchadan beri gigantlar jangini so'ragansizlar. Mana sizlarga hozir test qilmoqchiman lochin ko'z radariga qarshi. Chap qo'limda bu yoqda mana Doppler Pro Wi-Fi, bu yoqda esa Neoline 8800, ya'ni Silverstone F1 kompaniyasiniki bu Doppler Pro Wi-Fi. Bu Neoline 8800 Black. Ya'ni Wi-Fi'li bu ham faqat Black edition degani qora korobkali. Bu koreyskiy radar detektor, bu ham koreyskiy radar detektor. Lochin ko'z radariga kelyapmiz hozir. Ko'ramiz. Hozir ikkalasidan ham GPS bo'yicha oldik. Deteksiya yo'q bu yerda aziz do'stlar. Deteksiya yo'q. Ya'ni sekinlashtiryapti Neoline ham. Bu ham снижайте скорость deb aytadi agar tez kelsangiz. Hozir sekinlashamiz ozgina. 400 metr bor lochingacha. Voy dot. Qaranglar 400 metrdan lochin dotdi. Doppler Pro Wi-Fi. Endi Neoline'dan javob kutamiz. 200 metrdan 200 metrdan deteksiya bo'ldi. Bunda 400 metrdan 2 marta uzoqdan deteksiya bo'ldi. Bu katta natija aziz do'stlar. Juda katta natija. Davom etamiz. Oldimizda mega kameradari bor. Hozir orqa tarafdan ko'ramiz Doppler Pro Wi-Fi'da. 400 metr bor dotdi. Камера в спину 60. 310. 310 metrdan deteksiya. 192 metrdan deteksiya.
310 metr, 192 metr orqasidan kelamiz, mana bu megakam bor bo'ldi. Qaranglar, megakam ko'rasizmi? Спину. Mana megakam. Ko'rdinglarmi? O'chib qo'yganman, undaq qilsangiz ishlaydi, undaq qilsangiz mana jim bo'lib qoladi. Aziz do'stlar, men boshqa radarlarga ham test qilib ko'rsatib berishim mumkin. Aziz do'stlar, videoni o'zingizlar ko'rdinglar, video testi. Aynan shu lochin ko'z radariga va megakam radariga ham test qildim. Orqa tarafdan yurdim megakamni, chunki bizga ko'pincha orqasidan qiziq, oldidan oddiy radar detektorlar ham olishi mumkin uni. Men endi hozir boshqa radarlarga test qilmoqchi emasman. Va aytib o'tganimdek, boshqa radarlarga birgalikda test qilib ko'rsatib beramiz. Marhamat keling. Aynan shu radarga ham orqasidan, megakamni orqasidan ham va lochin ko'z radarini ham birgalikda test qilishimiz mumkin. Endi nima demoqchiman? Bu radar detektorlar haqida mana bu Doppler Pro Wi-Fi ni juda ham ko'p pamih qoladi deb aytishdi. Qanaqadir Telegram chatlarda, Telegram guruhlarda bitta inson bor, bitta shaxs bor deylik. Shu aytibdiki, Doppler Pro Wi-Fi juda ham ko'p multiradar deydi, Hikvision deydi deb aytibdi va yaxshi emas deb har xil bir adresiga yozilgan Silverstone. Men Silverstone yonidan olmoqchi emasman. Shaxsan o'zim Silverstone test qilaman va u ko'p, juda ham ko'p ustroystolari bor. Neonline ham juda ham ko'p, 1 yildan ortiq, deyarli 2 yilcha 1 yildan ortiq, deyarli 2 yilcha test qilganman. 2022-yildan boshlab test qilishni boshlaganman. Undan oldin ham qilardim, lekin kanalim yo'q edi. Kanal ochganim 2022-yildan astoydil test qilishni boshlaganman. Neonline'da ham juda ham ko'p pamihlar bor o'ziga yarasha. Men buni isbotlab berishim mumkin so'zimni. Men hozir yomonlamoqchi emasman. Lekin o'sha shaxs aytibdiki, Rossiyadagi rus blogerlar baribir chestniy bo'ladi-da, o'zbeklarga qaraganda degan ma'noda aytibdi-da. Sana aytayotgan gaping, demak o'zbeklar chestniy emas ekan-da seni fikring bo'yicha. Ular chestniy ekan. Mana hozir senga chestniy test qo'yib berdim-ku. Chestniy test qo'yib berdim. Yana bitta narsa. Agar mana bu signaturniy rejimda yurganingda yoki trassada yurganingda K diapazonni o'chirib qo'ysang, bu radar detektorining radari ko'rmaydi. Bunda signaturniy rejimda yursang, K diapazonni o'chirib qo'ysang, ko'radi radarlarni. Signaturniy degandan keyin u o'zining bibliotekasidan, o'sha kutubxonasidan, xotirasidan, miyasidan bor kelayotgan chastotani qabul qilib senga aytish kerak. K'ni o'chirib qo'ysang ham aytish kerak. Sani mana bu radar detektoringda, sen aytayotgan, maqtayotgan radar detektoringda mashina olgan deb aytding-ku sen. Aynan mana black versiyasi qo'yib turibdi hozir. K'ni o'chirib qo'ysang yetmaydi. Haqiqatda ochish kerak bo'lsa, haqiqatda aytish kerak bo'lsa, chida olasizlarmi shu narsaga sizlar? Shu narsani ham bir ozgina filtratsiya qilib gapirishing kerak edi menimcha. Xo'p, mayli, yana nima demoqchiman? Bu radar detektori agar qo'lingdagi yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, saniki olib kelsang, biza proshvik qilib beramiz. Menga olib kela olmasang, servis sentrga olib kel. Senga Muhammad Ali degan do'stimiz telefon qilib, qancha olib kel, to'g'rilab beraman deb aytgan ekan. Aytishi bo'yicha eshitdim. Olib kelib berasan degan umiddaman. Seni radar detektoringni to'g'rilab berishadi. Yoki sen vaziyatdan foydalanib, atilabdan proshvikasi yaxshi bo'lmagan yoki qanaqadir bug bo'lib qolgan radar detektor ushlab turib, atilabdan yomonlashing ham bu hamma tomonlama to'g'ri kelmaydi. Hamma tomonlama, diniy tomonlar ham to'g'ri kelmaydi, qonun tomonlar ham kerak to'g'ri kelmaydi. Olib kelgan to'g'rilab berishadi, senga tekinga qilib berishadi va o'zing yurib ko'rasan-da, keyin tasanno deysan keyin. O'shaning uchun katta gapirish kerak emas. Neonline'dan oylik olgandan keyin boshqa brendlarning ustiga chiqib bemalol chichish mumkin degani emasda, uzr, avvalambor sal qo'pol gapirib lekin bu narsani to'g'ri qabul qilgan erkak kishimiz-ku. Agar kelsang, radar detektorini olib kelsang, biz to'g'rilab beramiz. Neonline ham olib kelsang, Neonline bilan ham test qilishimiz mumkin sen bilan, bemalol любой joyda. Shuning uchun hozirgi testimdan o'zing ko'rding, boshqalar ham ko'rdi. Men o'ylaymanki, xulosa chiqarasan degan umiddaman. Hech kim buni kastoy qilib qo'ymadi, hech kim mantiga falga yopishtirmadi, hech kim uni ichini ochib, ximikat qilgani tepida Alloh guvoh. Musulmonmiz, alhamdulillah. Birovga tuhmat qilish gunohligini, atilabdan birovni brendini yomonlash bu yaxshi emas. Haqiqat chiqardim. Sen aytding-ku, ruslar chestniy deydi baribir. Mana senga o'zbeklar ham chestniy. Senga chestniy test chiqarib berdim men hozir. Dalshi chiqarsam bo'lardi, lekin dalshi chiqarmadim. Mayli. Xo'p, endi aziz do'stlar, bu radar detektorlar haqida ma'lumotga egamisizlar, yo'qmisizlar, men qisqagina qilib aytmoqchiman. Silverstone Apple kompaniyasi, mana bu displeysi katta, bunga nisbatan
Ikkalasida motion control bor, siz ovoz yumib bo'ladi. Bunda radardan kelayotgan to'lqinning chastotasini ko'rsatib turadi. Afzal tomonini aytaman. Цветной displey, zamonaviy displey. Buni displeysiga qaraganda buni ekrani yaxshiroq. Undan tashqari bu radar detektori bitta proshivka bilan siz xohlang Tojikistonda, xohlang Rossiyada, xohlang Qozog'istonda, xullas SNG davlatlarida bitta proshivka bilan, bitta proshivka evaziga regionni almashtirib ketaverasiz. Signatura hammasi bor. Bu 30%, 25% resursda ishlayapti. Yana sizda 75%, 70% resursi bo'sh turibdi. Ya'ni xotirasi. Yani telefoningizda operativ pamyat bo'ladi-ku, misol uchun. Shunga o'xshagan buni protsessorga katta nagruska tushmaydi, chunki bu zamonaviy yaxshi protsessor turibdi buning ichida. Bu yangi chiqqan radar detektor. Tandem usul tiliga ega bo'lgan ikkita elinali radar detektor bu. Demak, proshivkani qilasiz, bitta proshivka bilan xohlagan regioningizda yurishingiz mumkin. Afsuski, Neoline desa unaqa narsa yo'q. Neoline bitta proshivka qilasiz, O'zbekistonnikini bo'ldi, tamom. Agar siz Qozog'istonga, Rossiyaga bir sayohatga chiqmoqchi bo'lsangiz, ming afsuski, yana bitta radar detektor sotib olishingizga to'g'ri keladi. Chunki bu adashmasam shu dillerlarning iltimosi bilan shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menimcha bu shunaqa deb o'ylayman. Yana Alloh bilguchi. Demak, eng katta minusi mana shu proshivkadan qizg'anchilik qilish, ya'ni bu monopoliyami qanaqadir bilmadim, shunaqa bo'lishi mumkin o'zim fikrlashim bo'yicha. Va signaturniy radar detektor chiqarib berishdi. Yomon radar detektor emas, yaxshi. Lekin bu $230 sotilyapti bozorda. Bundan savol tug'iladi shunda. Bundan 4 yil oldinmi, 5 yil oldinmi 8700S degan radar detektorini ham $230 dan sotishgan. Men hayronman. Mantiq qayerda? U ham $230 bez Wi-Fi signaturniy emas bo'lgan radar detektorni $230 dan sotib, buni ham signaturniy qilib turib, Wi-Fi qilib turib, o'zgartirib turib, buni ham endi $230 dan sotish qanchalik bilmadim, balkim bilmadim, meni o'zimning fikrim. Chunki $320 ga ham signaturasiz radar detektor 9100S degan gibridlarni sotishgan. Bir paytlar men o'zim bilaman. Juda ham achinarli. $320 ga signaturasiz radar detektorini onlayndan sotib olish bu juda ham og'riqli, aziz do'stlar. 2015-16 yilda Silverstone bir kompaniyasi Monaco S degan radar detektor chiqarib bergan. Hozir rasmni topsam chiqarib qo'yaman ekranga. O'sha radar detektor hattoki signaturali radar detektor. 2015-2016 adashmasam. Undan keyin Sochi Z chiqdi ham signaturali. Men hozir tarixga ham ozgina to'xtalib o'tdim. Xo'p, maqsad bu yerda hozir kompaniyani yomonlash emas, o'g'il bola gap, yomonlash emas. Shunchaki mana haqiqatni aytishadi ular, haqiqat parvar ular, haqiqatni chiqarishadi ular. Ruslar haqiqiy borini ko'rsatadi, borini aytadi degan men bu do'stimizni do'sti bo'lmaydi u insonni-yu, o'sha odamning gapiga gruppalarda yozgan odamning gapiga men atvet qilyapman. Mana senga haqiqat, men ham senga haqiqat aytyapman. Sen shu haqiqatlarni bilarmiding sen? Bilarmiding, bilmasmiding? 2021-yildan boshladi bu Neoline signaturni radar detektor chiqarib berishi. Qolaversa undan oldin saytga kirib ko'rsang, 4300 larni update qilmoqchi bo'lsang, 4300 mana Neoline'ni, 4200, 4500, xullas eski. Adashmasam shunaqa modellari bor edi, hozir bormi yo'qmi bilmayman. Juda eski modellar. O'shanda ham proshivkasiga yozib qo'ygan saytda. Proshivkani e'tibor bersanglar, signaturная proshivka deb yozilgan edi. Bu naqadar mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Signaturная proshivka deb eski radar detektorlarga yozib qo'yilgan edi. Afsuski, ular signaturni emas, hatto 7500S, 7500 ham yana S qo'shib qo'ygansizlar adashmasam, bor 7500S adashmasam, 7500 xullas. Hozir eslolmayapman chunki qiziqanmas menga. O'sha ham signaturni emas-da. Hatto Sochi Z signaturni. Bu hozir yaqqol ustunlik, yaqqol solishtirish ketyapti deb kimdir fikrlashi mumkin. Yo'q, men haqiqat gapiryapman. Haqiqatni ochib qaranglar, internetda ko'ringlar. Radar detektorlar haqida ma'lumotga ega bo'linglar. Buni yaxshi tushunmasdan turib, iltimos falsafa qilmay fikrlamanglar. Yaxshi tushuninglar, obdan o'rganib chiqinglar. Undan keyin kommentariyga yozinglar. Mana test qildim. Men test qilmoqchi emas edim, to'g'risi. Menga tegib ketgan joyi ruslar halol test qiladi. Haqiqatni ko'rsatadi ruslar. Bu gap bilan endi o'zbeklar bunaqa qilmaydi. O'zbeklar faqat maqtaydi bitta brendni deb aytmoqchi bo'ldi-da. Da, buni ham kamchiligi bor o'ziga yarasha. Mana bug bo'ldi, yaxshi yetmay qoldi. Proshivka qilgandan keyin o'sha hozir yo'qoldi shu narsasi. Silverstone F1 kompaniyasi o'zini tan oldi ошибкасini. Ofitsialniy kanalda bu narsani aytdi. Ofitsialniy kanalda aytdi. Ya'ni bizani qadrli ishlatuvchilar, foydalanuvchilar,
ustroystvomizda shunaqa bug bo'lib qoldi. Qaysidir partiyasi, birinchi partiyasidanmidi, ikkinchi partiyasidan shunaqa bo'lgan. Birinchida adashmasam, hozir mana operatorim yordam beryaptilar. Demak, birinchi partiyasi shunaqa bo'lgan ekan, undan keyingi partiyalarda unaqa emas. U to'g'irlangan. Xullas, shu narsalarni to'g'irlab, kimda muammo bo'lsa to'g'irlab beramiz, olib keling deb, bu ofitsialniy saytda, ofitsialniy ya'ni shu Telegram chat kanallarida bu narsa tan olindi. Hech qanaqasi bekitilmadi, boshqa bo'lmadi, tan olindi. Shuning uchun aytmoqchimanki, agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, marhamat, olib keling, servis sentrlar bor, to'g'irlab berishadi, bemalol yana ishlatishingiz mumkin. Любой joyda, xudo xolasa, O'zbekiston hududida ham, SNG davlatlarida ham sizni yo'llaringizda hamroh bo'ladigan Silverstone F1 kompaniyasining radar detektorlari aziz do'stlar. Demak, men yana qaytarib o'taman, agar kimga kerak bo'lsa, test marhamat kelsin, aynan shu Neoline'dagi, Neoline'ni o'zini tushunadigan odamlari, mutaxassislar kelsin, birgalikda test qilamiz. Aziz do'stlar, bu texnologiyalar davrida yashayapmiz hozir. Bularning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bo'lib turadi. O'zingiz yuragingiz ham bir tekisda bir xil urmaydi, yuragimiz ham har xil uradi, bilamiz. Bu 8800 Wi-Fi Black'da ham bug bo'lib qolgan paytlari bo'lgan, proshivka qilib turib uni to'g'irlab berishdi, adashmasam, delo proshivka deydi. Masalan, Wi-Fi'dan obnovleniya bo'lmay qoldi bir paytlar. Shunaqa vaziyatlar kuzatildi. Wi-Fi'dan obnovleniya bo'lmayapti, menga ko'pchilik olib keldi, men o'zim shaxsan portidan obnovleniya qilib berdim. Haqiqatan ham bo'lmadi obnovleniya. Hozir eslolmayman qaysi proshivkasida shunaqa bo'ldi. Qaysidir davrda shunaqa periodda shunaqa buglar bo'lib oldi. Bunda ham o'ziga shunaqa buglar bo'lib oldi. Chunki kompaniya to'g'irlab berdimi, demakki kompaniya o'zini ustida ishlayapti. Bu kompaniya o'zini ustida ishlayapti, Neoline ham. Silverstone ham o'zini ustida ishlayapti. Men Neoline kompaniyasiga iltimos qilardim. Xodimlaringizga, siz oylik berayotgan bolalarga juda ham erk berib yubormang sizlardan iltimos. Har xil chatlarda har xil gaplar tarqatib provokatsiya qilishyapti. Lekin haqiqat to'g'risida gap ochib, haqiqiy mamlaqa bo'ladi, haqiqiy bloger aniq bo'ladi, haqiqat go'y bo'ladi degan gaplarni, ya'ni biz go'yoki o'zbeklar haqiqat go'y emasmiz. Go'yoki biz haqiqat ko'rsatib bermaymiz. Mana hozir videoni ko'rdingiz, haqiqat ko'rdingiz. Bundan buyon xohlasangiz haqiqat chiqishi mumkin. Bundan ham udar videolar chiqishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Neoline kompaniyasida ham ozmuncha odam mehnat qilmaydi. Bunda ham men bilaman, Neoline kompaniyasida ham do'stlarimiz bor, ishlayotgan yaxshi bolalar bor, yaxshi blogerlar ham bor. Men iltimos qilgan bo'lardim. Ortiqcha gap kerak emas. Ortiqcha aynan qaysini olmoqchi bo'lsa, "Men buni oling" deb turib gapirib qo'yish mumkin. Lekin "Men buni oling" deyish boshqa-da, "Men buni yomonlab tashlash boshqa"da, misol uchun. Mana hozir 8800 ol deb aytishi mumkin o'sha inson. Sotmoqchi bo'lgan inson, o'sha guruhdagi inson. Lekin dupleri tiqib, yana qaysidir chatlardan, qaysidir YouTube kanallardan, qanaqadir bo'mag'ir, bo'xton videolarni chiqarib turib, tashab, "Men buni ko'rlaring" deb o'sha insonni sudga berishibdi. O'sha blogerni sudga bergan Silverstone kompaniyasi. Chunki u noto'g'ri video qilgani bular isbotlab bergan. Zakaznoy video qilmanglar iloji boricha. Zakaznoy video bu yaxshilik olib kelmaydi. Haqiqatni biz ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Faqat yaxshi gumonda bo'linglar. Hozir kimgadir gapim tegib ketgan bo'lsa, men nima deydi, bir haqiqatni gapirgan bo'lsam, u tegmasligi mumkin. Agar u o'shani tan olmasa, haqiqat tan olmasa, endi u uning muammosi. O'shaning uchun Neoline kompaniyasidagi do'stlarimizga ham iltimos qilaman, mana shunaqa provokatsiya qilishmasin. Agarda shunchalik zo'r bo'lsa, shunchalik aqlli bo'lsa, kelsin, birgalikda test qilamiz. Mana qo'limda surisi turibdi. Xohlasa korobkadan yangi ochaman, proshivka qilaman-da. Buni ham yangi korobkani olib kelasiz, o'zingiz olib kelasiz, ochasiz, o'zingiz proshivka qilasiz, mana emas. Va o'sha yonma-yon qo'yib turib yuramiz, o'sha radarlarga yuramiz va shahar ichidagi pamexlarni ham tekshiramiz va 100 kilometrlab yuramiz kerak bo'lsa, 100 kilometrlab yuramiz kerak bo'lsa, undan keyin pamexlarni birma-bir отметка qilamiz. Albatta yonimizda guvohlar bo'ladi va bu narsani biz ko'rsatib beramiz agar shuni istasangiz. E'tiborli uchun rahmat. Men o'ylaymanki, mana bu hozir murojaatim yetib bordi manzilga deb o'ylayman. Ikkita kompaniya ham o'zini ustida ishlayapti, bular mehnat qilyapti, riskovat qilyapti. Kerak bo'lsa, qayerdadir asabiylashyapti. Ikkita kompaniya ham, ikkita kompaniya rahbarlari ham haqiqatan ham asabiylashyapti, haqiqatan ham qaysi ma'noda asabiylashyapti. Nimadir o'xshamasa, qanaqadir proshivkasi yaxshi chiqmasa yoki qanaqadir negativlar ko'payib ketsa, boshqa bo'lsa harakat qiladi xalqning duosini olishga va yaxshi mahsulot yetkazib berishga. Ikkita kompaniya ham harakat qilyapti astoydil. Lekin qo'l ostidagi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi aqllilar har xil qiliqlar qilib turib
guruhlarga videolar tashlab, uni olmasang buni, xo'p bo'pti, shuni aytib qo'yir bo'ldi, mana buni ol, bu zo'r deb qo'yir bo'ldi, buni yaxshi tomon gapirib qo'yir. Nima qilasan buni anaqa qilib turib, har xil gaplar, bo'xtonlar tarqatib. Nima qilasan? Nima kerak bor? Yaxshi emas bu. Kerak emas ismini aytish. Ismini aytish kerak emas. Hamma o'zi bilib bo'ldi buni уже. Shuning uchun men aytaman, ismini aytib ham kerak bo'lsa aytaman ham, lekin shart emas ismi, bordi ham manziliga. Bu rahbariyati, kompaniya rahbariyati balans saqlashga harakat qiladi bir-biri bilan. Balans saqlash harakat. Qo'l ostidagi ba'zi bir insonlar provokatsiya qilyapti. Shuning uchun yaxshi emas bu. Men o'ylaymanki, vaqtida Neoline kompaniyasi ham tormozini bosib, ya'ni shu insonlarni zagasít qilib qo'ya oladi. Men shuni deb bilaman. Xo'p, aziz do'stlar, oldimizda bundan ham qiziqarli testlar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat, e'tiboringiz uchun. Ozgina emotsiyaga berilgan bo'lsam, xafa bo'lmanglar. Qo'ldan kelgancha o'zim bosib chiroyli gapirishga harakat qildim, o'zimcha. Lekin ikkalasi ham zo'r radar detektor, ikkalasi ham menga yoqadi. Men buni rosa ko'p ishlatganman, eski modellarini ham ishlatganman. Bu ham yaxshi radar detektor. Neoline ham o'zining ustida ishlaydi, yaxshi bu ham. Silverstone F1 kompaniyasi уже yangi avlod chiqarib qo'ydi. Bu Doppler Pro Wi-Fi haqiqatan kuchli radar detektor. Buni kuchini hali beri ko'rsatamiz sizlarga, xudo xolasa. Imkon qadar yaxshi radar detektor olinglar. Masalan, Cobalt yaxshi ko'radigan odamga men Gentra'ni oldira olmayman. Gentra'ni yaxshi ko'rgan odamga Cobalt oldira olmayman. Hammani o'zining fikri bor, o'zining tanlovi bor. Men shunchaki sizlarga ko'rsatib berdim. Meni maqsadim sizlarga ko'rsatib berish. Qaysi qanaqa ishlayapti va buni nima afzalligi bor, buni nima afzalligi bor. Men shu narsalarni ko'rsatib berdim xolos sizlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hamma vaqt bo'ling.